arzon boshlang'ich to'lovli olib haydashga tayyor Damas so'ragan klientlarimiz uchun 3 ta variant qo'ydik. Uchalasini ham birma-bir obzor qilib beramiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 3 million so'm boshlang'ich to'lov. Bunisi ham 2022-yil 4 million so'm boshlang'ich to'lov. Chapda turgani 2023-yilda ishlab chiqarilgan 5 million so'm boshlang'ich to'lov bilan hamma dokument rasxodlari ichida to'liq nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Ortiqcha xarajat yo'q. Notariusga, nomerga, nimagadir to'lov qilib bering degan gaplar yo'q bizada. Narxlar aytilgan gap, otilgan o'q bilasizlar. Mashinlarimiz birma-bir tanishtirib chiqaman. 2022-yil 4 million boshlang'ich to'lov bilan chiqadigan Damasimiz ideal holatda 50 ming probegda, chexol, polik, yumshoq balon, metan gazlarigacha ustanovka qilib qo'yilgan. 2022-23-yildagi Damaslarimiz 12 yumshoq balon, 13 yumshoq balon, propan gaz, metan gaz, chexol, polik hamma yog'i bus-butun olib haydashingizga tayyor uchalasi ham. Boshda aytib o'tganimizdek 3 million so'm, 4 million so'm, 5 million so'm boshlang'ich to'lov qilib berasiz. Oylik to'lovlari 2,5 million, 2 million 600 atrofida chiqadi. Kerakli hujjat faqatgina pasport, mashina to'liq nomingizda bo'ladi. Bu eng minimal boshlang'ich to'lov. Bundan kamaytira olmaymiz. Ko'paytirsak o'zingizga shuncha yaxshi. Kredit foizi ham, oylik to'lovingiz ham kam chiqadi. Kerakli hujjat faqatgina pasport. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Murojaatchi nomer qoldiramiz. Manzilimiz Qashqadaryo, Shahrisabz shahar, Yangi Xalq bankidan. Shundoq 300 metr o'tsangiz 10 qo'lda mana shu 3 etashkaliklarda tugashda keladi. Bundan tashqari yangi Damaslarimiz ham bor. Kelib ko'rib, naqdga ham baraka qilsangizlar bo'ladi.